Bismillahirrahmanirrahim. Sahih Muslim 1-ci qism. 192-ci bab. İmam kechikib qolganda jamoat ansirmasdilla o'ziga namoz o'qib beradigan bir kishini oldiga chiqarishi. 900-901 hadis. Sahli radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Abu ibn Avf jamoatining orasini isloh qilib berishtirishga ketgan edi. Namozning vaqti bo'lib qoldi. Muazzin Abu Bakrning qashiga kelib takbir aytsam, kishilarga sen namoz o'qib beramsan dedi. U o'qib beray dedi. Shunday qilib Abu Bakr namoz o'qiyotdi, kishilar namozning ishida edi. Rasululloh kelib safning ishida turdi. Yana birda safni yerib kelib oldida turdi. Kishilar chavoqchilib ketdi. Abu Bakr namoz ishida uyoq bu yoqqa qaramaydi. Kishilar chavokni bek ko'pchilib ketganda, u ko'zining quyrug'iga qarab Rasulullohni ko'rdi. Rasululloh uningga o'rnida muqim turavergin deb ishorat qildi. Abu Bakr shuningga xursand bo'lib, ikki qo'lini ko'tarib Allohga hamd sano aytib ketdi. Ondan orqasiga chekinib safning ichiga kirdi. Ondan Rasululloh oldiga chiqib kishilarga namoz o'qib berib, namozdan qaytganda, "Ey Abu Bakr, men seni muqim turaverish buyurganda muqim turishingdan seni nima to'sdi?" dedi. U Abu Qahafaning o'g'lining, ya'ni mening Allohning elchisining oldida turib namoz o'qishi hargiz loyiq emas dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam "Menga nima bo'lganda, men sizlarning chavoq chelib, qo'llaringlardan ovoz qilganlarni ko'rdim-ku. Kishi namozdagi chog'da uningga biror ish yetib qolsa, ya'ni javob berish zo'ri bo'lgan ish esa, tasbih aytib subhanalloh desin. Haqiqatan u shundoq tasbih aytsa, uningga qariladi, hojati o'rindiladi. Chavoq chelib qo'lini ovoz chiqarish bo'lsa, namoz ichida ayollarga durust bo'ladi. Erlar tasbih aytadi" dedi. 903-904 hadis. Mughayrat ibn Shu'ba radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga Tabuk urushida qatnashgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam subhdan burun ta'rif qilish uchun hojatxona tarafdagi o'chiqchilik chiqdi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga bir qashiq suv olib olgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qaytib kelganda men qashiqdan suv quyib berishga boshladim. Ikki qo'lini va yuzini yuvdi. Ustida yong'dan ishlangan juvi bor edi. İkki bilkini echiq tamshiladi, juvining yangi turilib qo'nilishib qoldi qilib, qo'lini juvining ostidan chiqarib, juvini mo'rsiga tashlab qo'yib, ikki bilkini yuvdi. Chekisiga va sallasiga masih qildi. Olimlar sallaga masih qilish boshida bor edi, keyin tark etilgan dedi. Ondan men ikki o'tkini tortib qo'yishga tamshalsam, uni qo'yib qo'y, men o'tkimni tahorat ishga kelgan deb, ikki o'tkiga masih qildi. Ondan biz ulg'imizga minib, kishilarning qashiga kelsak, ular namozga turib bo'libdi. Ularga Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhu namoz o'qib berayotgan ekan. U bir rakat namoz o'qib bo'lib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning kelganini his qilib, keyiniga chekinishga tamshiladi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'qiyvergin deb ishorat qildi. U kishilarga namozni o'qib berib, salom berganda, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rnidan turdi. Menmi turdim. Biz ilgari o'qilib bo'lgan bir rakat namozni o'zimiz o'qidik. Ondan kishilar cho'chib ketib, Rasulullohni saqlamasdilla Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning imom bo'lgan hayron qilib, subhanalloh deyishib ketdi. Anda Rasululloh namozni ado qilib bo'lib, ularga oldini qilib, "Nihoyat yaxshi qildinglar, pek to'g'ri qildinglar" dedi. Ya'ni ularni namozni o'z vaqtida o'qishga rag'batlantirdi. 193-bab. Namozdagi chog'da uningga biror ish yetib qolsa, erlar tasbih aytadi, ayollar qo'lidan ovoz chiqaradi. Sahl ibn Said Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undaq degan. "Menga nima bo'lganda, men sizlarning chavoq chelib, qo'llaringlardan ovoz chiqarganlarni ko'rdim-ku. Kishi namozdagi chog'da uning biror ish yetib qolsa, ya'ni javob berish zo'r bo'lgan ish esa, tasbih aytib subhanalloh desin. Haqiqatan u shundoq tasbih aytsa, uningga qariladi, hojati o'rindiladi. Chavoq chelib, qo'ldan ovoz chiqarish bo'lsa, namoz ichida ayollarga durust bo'ladi. Erlar tasbih aytadi. Ya'ni erlar tasbih aytib maqsadni o'qitiradi. Ayollar qo'ldan ovoz chiqaradi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai. 194-bab. Namozni yaxshi, kamil o'qishga, namoz ichida Allohdan qo'rqib, ayminib turishga buyurish to'g'risida. 908-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga namoz o'qib berib, namozdan qaytganda mundoq degan: "Ey faloni, namozingni yaxshiroq o'qimamsan? Namoz o'quvchi kishi namoz o'qiganda o'zining qandoq namoz o'qiyotganiga qarab boqmamdi, ya'ni qarab boqsin, o'zini tekshirsin. Chunki u namoz o'qisa o'zi uchun o'qiydi. Alloh bilan qasamki, haqiqatan men oldin tarafdan ko'rib turgandek, orqam tarafdan ko'rib turaman." Muslim, Nasai. 909-hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Sizlar mening oldimni mushtarab deb qaramsizlar, ya'ni oldim tarafimni ko'radi deb o'ylamsizlar. Alloh bilan qasamki, mana sizlarning ruku sajdalaringlar shu Allohdan aylanib qo'rqib namoz o'qishlaringlar hargiz mahrum bo'lmaydi. Haqiqatan men sizlarni orqamdan ko'rib tura olmayman."
Malik Beyhaqi. 910 hadis. Enes Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ruku sajdalarni rost mazmut kamil qilinglar. Alloh bilan qasamki, men sizlarni ruku sajda qilgan chog'inglarda orqamdanmi ko'rib turaman." Beyhaqi, Buxoriy, Muslim. 911 hadis. Enes radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ruku sajdalarni kamil qilinglar. Jinim qo'lida bo'lgan Alloh bilan qasamki, sajda ruku qilgan vaqtinglardami men sizlarni orqamdan ko'rib turaman." Nasai, Ahmad, Beyhaqi. 195-bab. Sajda rukularni imomdan burun qilib olishning haromligi to'g'risida. 912-913 hadis. Anas radhiyallohu anhudan bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga namoz o'qib berib, namozini oxirlashtirganda muborak yuzi bilan bizga oldin qo'yib turib, bundoq degan: "Ey insonlar, haqiqatan men sizlarning imominglar. Sizlar mendan ruku, sajdada o'ltirib qopishlarda, hatto namozdan qaytishlardami ilgilab ketmanglar. Mendan burun qilmanglar. Haqiqatan men sizlarni oldin tarafdan va orqam tarafdan ko'ra olaman. Jinim qo'l ilkili bo'lgan zot Alloh bilan qasamki, agar sizlar men ko'rganni ko'rgan bo'lsanglar, men bilganni bilgan bo'lsanglar, oz kulib ko'p yig'laytinglar." Ular nimani ko'rdilar deganda, jannat bilan do'zaxni ko'rdim dedi. Ahmad, Muslim, Nasai. 914, 915, 916 hadislar. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Ammo beshini imomdan burun ko'targan kishi Allohning u kishining beshini eshakning beshiga aylantirib qo'yishidan yoki uning yuzini eshakning suratiga o'zgartirishidan qo'rqmamdi, u qandoqmi amin bo'la oladi?" Bu hadisni Beyhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasai, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan. Bu sahih hadisdan imomdan burun bosh ko'tarish yoki beshini qo'yish cheklanadi. 196-bab. Namozda turib osmonga qarashdan cheklash. 917 hadis. Jabir ibn Sunnat radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Qavmlar ya namozda ko'zlarini osmonga ko'tarishdan yanadi, yoki ularning ko'zlari o'ziga saq qaytmaydi, ya'ni quyilib ketadi." Ahmad, Muslim, Abu Davud, Ibn Majah. 918 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan: "Albatta qavmlar namozdagi duoda ko'zlarini osmonga ishorat qilib ko'tarishni yanson. Undaq bo'lmaydi ekan, ularning ko'zlari qo'yilib qarig'i bo'lib qoladi." Muslim, Nasai to'plagan sahih. Bu cheklash jinoz namozini o'z ichiga oladi. Boshlarini ko'zlarini osmonga ko'tarib qo'yish bid'atdir. 197-bab. Namoz ichida jim turishga buyurish. Qo'l bilan ishorat qilishdan, salom qilganda qo'lini ko'tarishdan cheklash. Birinchi safni to'liq kamil qilish, saflarda zich bo'lish, zich uyushishga buyurish to'g'risida. 919-920 hadis. Jabir ibn Sunnat radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qashimiga chiqib mundaq degan: "Menga nima bo'ldi? Men sizlarning xuddi tipirlab jim turolmas otning quyruğida qo'llaringlarni ko'targanlarini ko'rdim. Namozda jim turinglar. Ondan keyin yana bir qatim chiqib, bizning halqa bo'lib ayrim-ayrim o'tirganimizni ko'rib, "Menga nima bo'ldi? Men sizlarni mutafarriq ko'rdim-ku. Bir joyga yig'ilib o'tirmoqchilar-ku" dedi. Ondan keyin yana bir qatim chiqib, "Sizlar farishtalar Parvardigor oldida saf tuzgandek saf tuzmamsizlar? Ular ey Allohning elchisi, ular qanday saf tuzadi?" dedi. Rasululloh ular namozda tunji saflarni to'liq kamil qilib, ondan keyin saflarda zich tuz turdi dedi. Ahmad, Muslim, Abu Davud, Nasai to'plagan. Sahih. Bu sahih hadisdan namozdagi rukudan burun va keyin ikki qo'lni ko'tarish to'g'risida deyilgan bo'lib, balki bu hadis sahobalar namozdan salom berganda qo'llarini ko'tarib ishorat qilishga deyilgan. Buning o'qishi sahih hadislar to'plamining 4019, 5631 hadislarda o'tdi. Shuning uchun bu hadis namozda rukudan burun va keyin 3-rakat namozga turganda qo'l ko'tarishga qarshi dalil isbot bo'lmaydi. Shundaqla qo'l ko'tarishga qarshi Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning hadisi dalil bo'lmaydi. Chunki bu hadis xabar vahid, ya'ni mutawatir emas. Qat'iy ishonchlik narsaga yetmagan. Ikki qo'lini ko'tarib rafa qilish to'g'risidagi hadislar bo'lsa, mutawatir qat'iy ishonchlik. Mutawatir hadislar to'plamiga qaralsin. Bu ikki hadis bir-biriga teng barobar bo'lmaydi. Albatta mutawatirga amal qilinadi. Rafat qilish hadisi ba'zi degandek mansub emas, amaldan qolmagan kuchga ega. Chunki barliq sahih hadis kitoblarida maxsus bob to'qib, boshdan oxir barliq salaf, solih, sahoba, tabiinlar amal qilgan. Bu hamma kitobda, hamma yurtda mashhurdir. Qat'iy ishonchli bo'lib ketgan. Lekin bu ish sunnat bo'lib, sunnatni deb ixtilof qilishmanglar.
Fərz vaciblərə daxil tərəz etmizmanglar. Şundaqdımı tinch yol bilan ittifaqlaşıb sünnətni çiң tutunglar. Rəfiyyət qılan kişi sünnət hədisiga amal qılgan bo'ladi. Lekin birlikni saqlash uchun rəfiyyət qılmagan kişi afzal ishni qilgan bo'ladi. Chunki ummatning birligi sunnatdan afzaldir. Chunki birlik farzdir. 921 hadis. Cabir ibn Sumrat radhiyallahu anhudan biz Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen namaz okusak Esselamu aleyküm ve rahmetullah deb ikki tarafga qo'limizdan ishorat qilardik. Anda Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunaqayan nima uchun namozdan salom berganda jim tura olmaydigan otning quyruqidek qo'llaringlarni ishorat qilsizlar? Haqiqatan biringlarning qo'lini yo'rsiq qo'yib, o'ng tarafidagi va so'l tarafdagi kishilardan iborat qarindoshlarga salom qilish kifoya bo'ladi. Qo'llaringlarni ko'tarib ishorat qilish ojitsiz. Muslim 652, Nesai 1172, Abu Davud 20053 hadis sahih. 922 hadis. Cabir ibn Sumrat radhiyallahu anhudan men bir qatim Rasulullah bilan namoz o'qidim. Biz namozdan salom berganda assalomu alaykum va rahmatulloh deb ikki tarafga qo'limiz bilan ishorat qildik. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga qarab bunday ekan: "Nima qilyapsizlar? Xuddi tipirlab tura olmaydigan otning quyruqidek qo'llaringlar bilan ishorat qilyapsizlar-ku. Biringlar namozdan farog' bo'lganda salom qilsa qo'l bilan ishorat qilmay, hamrohlari qarasila bo'ldi, shu kifoya." Muslim Nasai 198 bab. Saflarni ravus tuzlash. Birinchi safning fazilati imomga fazli egillarning yaqin turishi to'g'risida. 923, 924 hadis. Abu Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozdagi safda mo'rilarimiz bir-biriga tekizib turg'izib bunday deydi: "Safda tuz turinglar, egizpas turmanglar, qalbinglar ixtiloflashib mutafarriq bo'lib ketadi. Mana sizlardan eng olim, mo'tabar peshqadamlar yaqin tursin. Aql ilm egillari yaqin tursin. Ondan ularga yaqinlar, ondan ularga yaqinlar yaqin tursin." Abu Mas'ud radhiyallohu anhu bunday deydi: "Sizlar bugun qattiq ixtilofda mutafarriqsizlar. Men shunday deymanki, hozir kishilar qattiq ixtiloflashmoqda." Muslim, Nasai, Ahmad. 925 hadis. Abu Mas'ud ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Namozdagi safda menga sizlardan ishlarda subatliq, tamkinlik, tadbirlik bo'lgan o'tkir aql egillari, imom egillari yaqin tursin. Ondan ularga yaqin bo'lganlar, ondan ulardan bir daraja tuvan, ularga yaqin bo'lganlar yaqin tursin. Saflarda egizpas turmanglar, ixtiloflashmanglar. Qalbinglar ixtiloflashib qoladi. Bir-biridan yiroq bo'lib, xilofida bo'lib qoladi. Bozorlarda ovozinglarni ustun ko'tarishdan, da'vo da'tlashdan hazar qilinglar." Muslim diskisi 655 hadis, Tirmizi 6211 hadis, Abu Davud 577 hadis, Ahmad 4142 hadis, Nasai ibn Majah. 926 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Saflaringlarni tuzanglar, barobar tuz turinglar. Haqiqatan saflarni tuzlash namozni komil, to'liq barpo qilganlikdir." Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Ibn Majah to'plagan sahih. 927 hadis. Anas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Saflarni komil to'liqlanglar. Men sizlarni orqam tarafdan ko'rib turaman." Anas radhiyallohu anhu bunday deydi: "Namozga takbir aytib bo'lganda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam muborak yuzi bilan bizga oldin qilib bunday deydi: Saflaringlarni tuzlab tuzishtiringlar. Haqiqatan men sizlarni orqamdan ko'rib turaman. Yana bir xotirda saflaringlarni komil to'liq qilinglar. Haqiqatan men sizlarni orqamdan ko'rib turaman." Buxoriy, Muslim, Nasai. 928 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Namozda saflaringlarni tuzlab tuzishtiringlar. Haqiqatan saflarni tuzlash namozni yaxshi, komil barpo qilganligidandir." 929, 930, 931 hadis. Nu'man ibn Bushayr radhiyallohu anhu bunday deydi: "Rasululloh sallallohu alayhi vasallam saflarimizni xuddi yochoq o'qining dastisini tuzlagandek tuzlaydi. Biz aql qilib tushunganga, maqsadini bilgan qadar tuzlaydi. Bir kuni chiqib namozga o'rnidan turib, takbir aytilishining oldida ko'ksini safdan oldiga chiqib turgan bir kishini ko'rib bunday dedi: "Ey Allohning bandalari, yo sizlar namozda saflaringlarni tuzanglar, yoki Alloh taolo yuzlaringlarni ta'sirga o'zgartiradi. Bir-biringlarni muxolif ixtilofda qo'yadi." Bayhaqi, Muslim, Abu Davud, Tirmizi to'plagan. Sahih. 932 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: "Agar kishilar azon to'g'lashdiki
və birinci səptiki fəzilətini bilsəydi, ondan ona talışıb faqat çək taşlasınlar tapsa, faqat muşu amallar bulup, bunundan başqa məsələni həll qıladigan bir çare amal bulmasa, əlbəttə əzan to'lashni, birinchi sep turishni talashib, chek tashlashib ketadi. Agar ular namozga, juma namoziga burun borganning fazilatini bilsa edi, cho'qim uningga oldiraydi, musofa qilishadi. Agar ular xuftan bilan bomdod namozidagi jamoat bilan o'qishning fazilatini bilgan bo'lsa, albatta bu ikki namozga o'milib bo'lsa kerakdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuddi yerini jijib o'milib, boshqalarga yo'linib jamoat kelgan edi. Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim nasihati to'plagan. 933-934 hadis. Abu Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalar ichida kechikishni, arqa turilishni ko'rib ularga mundoq degan: "Uroroq kelib, saflardan oldida turib, menga iqtido qilinglar. Sizlarning orqanglardagilar iqtido qiladi. Qavm namozdan kechikib bersa, Allohmi ularni jannatga kirgizishda kechiktirib qo'yadi." Ahmad, Muslim, Hakim, Abu Davud, Nasa'i, Ibn Majah. 935 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Agar kishilar birinchi saptiki fazilatni bilsa edi, ondan uni talashib faqat chek tashlashda bo'lib ketadi." 936-937 hadis. Abu Hurayra, Abu Umama, Ibn Abbas radhiyallohu anhulardan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Erlarning safarining yaxshisi birinchi saf, yomoni bo'lsa oxirgisidir. Ayollarning safarining yaxshisi oxirgisi, yomoni bo'lsa avvalgidir." Muslim, Nasa'i, Tirmizi, Abu Davud, Ibn Majah, Tabrani. 199-bab. Erlarning orqasida turib namoz o'qish ayollarni erlardan burun beshini ko'tarmaslikka buyurish to'g'risida. 938 hadis. Səhli radiyallahu anhu mundoq deydi: "Men erlarning namozda Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida turganda, ishton kiyimlarining kamligidan ishton yepinchilarini xuddi kichik bolalardek bo'ylariga chigib olganini ko'rgan edim. Ondan birisi: "Ey ayollar jamoati, erlar beshini ko'tarmasa, sizlar beshinglarni ko'tarmanglar" dedi. Chunki avratni ko'rib qoldim. Dal mushundan cheklash maqsaddir. 200-bab. Fitna fasod kelib chiqmasala, ayollarning masjidlarga chiqsa bo'ldiganligi, lekin ularning xushbiroq atirlarni iste'mol qilib masjidga chiqmasligi to'g'risida. 939-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Biringlarning ayoli masjidga chiqib namoz o'qishga ruxsat so'rasa, u ayolni to'smasin." Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Nasa'i to'plagan. 940-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ayollaringlar sizlardan masjidga chiqishga izn ruxsat so'rasa, ularni masjidlardagi nisibasini to'smanglar." Ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Bilal: "Alloh bilan qasamki, biz ayollarimizni masjiddan to'smaymiz" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu: "Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq dedi, davatsam, sen yana to'simiz davatsina" dedi. Yana bir xotirda Salimdan Ibn Umar radhiyallohu anhu bolasi Bilalga oldini qilib qattiq qo'llab aybladiki, "Men undoq qilganini hargiz anglab boqmagan edim." U yana: "Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan deb xabar qilyapsam, sen Alloh bilan qasamki, ayollarimiz masjiddan to'simiz davatsina" dedi. 941-hadis. Abu Hurayra Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Allohning bandalari bo'lgan ayollarni Allohning masjidlaridan to'smanglar. Lekin ular masjidlarga xushbiroq atirlarni iste'mol qilmasdan, g'ayri puroq hosil qilmasdan chiqsin." Muslim, Abu Davud 478-hadis. Ahmad 9270-hadis. 942-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ayollaringlar sizlardan masjidga chiqishga izn ruxsat so'rasa, ularga ruxsat qilinglar." 943, 944, 945-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ayollaringlarni kechidimi masjidga chiqishdan to'sib olmay, ularga ruxsat qilinglar." Uning o'g'li: "Biz ularni masjidga chiqib qo'ymaymiz. Agar ular kechida masjid chiqsa, bu chog'ni fitna fasod ilmikining fursat qilib oldi" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu o'g'lining ko'ksiga bir urib: "Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan davatsam, sen yana ularni chiqib qo'ymaymiz davatsina" dedi. 946-hadis. Ibn Umar radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Ayollaringlar sizlardan masjidga chiqishga izn ruxsat so'rasa, ularni masjidlardagi nisibasini to'smanglar." Ibn Umar radhiyallohu anhuning o'g'li Bilal: "Alloh bilan qasamki, biz ayollarimiz masjidni to'smaymiz" dedi. Ibn Umar radhiyallohu anhu: "Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan davatsam, sen yana to'simiz davatsina" dedi. 947-hadis.
Zeynep radıyallahu anhudan Zeynep radıyallahu anhadan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Ayollarning biror suhbatdan namozga chiqib qolsa, shu kechasi xushbaroq atir ishlatmasin. Muslim, Ahmad, Nasai. 948 hadis. Zeynep radıyallahu anhadan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem mundaq degan. Ayollarning birorsi masjidga chiqib qolsa, xushbaroq atir ishlatmasin. Muslim, Ahmad, Nasai. 949 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan. Qaysi bir ayol Bahur ismli xushbaroq atirni iste'mol qilgan bo'lsa, biz bilan billah namozga hozir bo'lmasin. Chunki fitna fasod bo'ladi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud. To'qqiz yuz elliginchi, 951 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq degan. Agar Rasululloh ayollardan ular paydo qilgan ishlarni, biz ko'rgan ishlarni ko'rgan bo'lsa, cho'qim Bani Isroillar ayollarni masjidni to'sqanlik to'sqan bo'ladi degan. İmam Şevkani Neyrul Avtar degan kitobda yuqorqi so'zni sharhlab, biz ko'rgan ishlarni ko'rgan bo'lsa degani har xil kiyim-kechak, xushbaroq atira, zib-zinatlardir. Hamda joyidlar siyosini ishlab yozgan. Rasulullohning zamonida ayollar masjid chiqmoqchi bo'lsa, uzun, qalin, kang rida kasayalarni kiyib chiqishadi. Bu haqda Mü'min ayollar to'g'risidagi ahkomlarga tanbeh degan kitobning 75-betiga qaralsin. 201-bab. Jahri namozdagi qiroatni dinsizlar anglab qilib, fitna fasod qilishini ansirganda, qiroatni bek jahrimi qilmay, bek maxfiymi qilmay, o'ttiral qilish to'g'risida. 952 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Bu oyat to'g'risida mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada yoshirinib turgan vaqtlarda sahobalarga namoz o'qib bersa, Qur'on qiroatiga ovozni yuqori ko'taradi. Mushriklar uni anglab qolib, Qur'onni, uni nozil qilgan Allohni, Qur'on nozil qilgan Rasulullohni tulab ayiblaydi. Ondan Alloh taolo payg'ambarga Alloh deb atsanglarmi bo'ladi, Rahman deb atsanglarmi bo'ladi. Qaysini atsanglar hammasi yaxshidir. Chunki Allohning nurg'un go'zal ismlari bor degan. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qolib, sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimagan, mo'minlar anglay olmay qolmaslik uchun past ovoz bilan o'qimagan. Ularning orasida o'ttiral yo'l tutgan degan oyatni nozil qildi. 953, 954 hadis. Ayşe radhiyallohu anha mundaq deydi. Namozingda qiroatni mushriklar anglab qolib, sana aziyat yetkazmaslik uchun yuqori ovoz bilan o'qimagan. Müminler anlamaya kalması için pes ağız bilen mi okumagan. Ularning orasida o'ttiral yo'l tutgan degan oyat duo haqida nozil qilingan. 202-bab qiroatni quloq solib anglash to'g'risida. 955, 956 hadislar. Ibn Abbas radhiyallohu anhu tövendiki bunu oyat to'g'risida mundaq deydi. Jibril alayhissalom Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga vahiy elib tushsa, Rasululloh uni esig elilish uchun qattiq tirishib, tilini ikkilivini midirilib ketadi. Bu Rasulullohdan aniq bilinadi. Ondan Alloh taolo sana Jibril orqali vahiy nozil bo'layotganda, uni esingga elilish uchun oldirab tilini midirlatma. Uni qalbingga to'plash va o'qib berish bizning mas'uliyatimizdir. Sana uni o'qib berganimizda, ya'ni Jibril sana o'qib berganda, uni o'qishiga ergashgan. Uni sana nozil qilganimizda, uni quloq solgan. Ondan uni tushuntirib berish bizning mas'uliyatimizdir. Uni biz sening tiling bilan bayon qilib beramiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Jibril alayhissalom kelganda Qur'onni jim turib anglaydi. Jibril alayhissalom ketganda Qur'onni Alloh va'd qilgandeklar to'g'ri o'qiydi. 203-bab. Bomdod namozda qiroatni jahri qilish, jinlarga ham qiroat qilib berish to'g'risida. 957 hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam jinlarga qiroat qilmagan ham ularni ko'rib boqmagan edi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bir büyük sahabeler bilan Ukkaz bazarini maqsad qilib mangan edi. Vaholanki jin shaytonlar bilan osmon xabarining orliq to'silgan bo'lib, ularga aqar yo'lsizlar post qilib qaratilgan edi. Ular qavmiga xabarsiz qaytib kelganda, qavmi sizlarga nima bo'ldi dedi. Ular biz bilan osmon xabarining orliq to'silibdi. Bizga aqar yo'lsizlar post qilib qaratilibdi dedi. Ular bu ish cho'qim yangidan yuz bergan bir razıdan sababidan bo'ldi. Sizlar zaminning mashriq mag'riblariga berib, siz bilan osmon xabarining orliqini to'sib olgan narsaning nima ekanligiga qarab taqinglar dedi. Ular osmon zaminning mashriq mag'riblariga yurib ketdi. Sahoba tarafga mangan jinlar Rasululloh sahobalarga bomdod namoz o'qib bermasa, shu joydan o'tib Qur'onni anglab qilib, uning quloq soldi. Ondan ular
Biz bilan osmon xabarning aloqini to'solgan narsa mushu narsa ekan deb qavmi qaytib kelib, ey qavmim, biz ajoyib Qur'onni angladik. U to'g'ri yo'lga yetaklaydi ekan. Biz uning iymon keltirdik. Biz endi Rabbimizga hech bir kishini sherik keltirmaymiz dedi. Ondan Alloh taolo payg'ambarga "Menga jindan bir necha nafar kishilarning Qur'onga quloq solganligi vahiy qilindi" degan oyatni nozil qildi. 958, 59, 60, 61 hadislar. Amir mundaq deydi. Men Alqamatdan Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu jin kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan birga bormikan deb so'rasam, bu menga men Ibn Mas'ud radhiyallohu anhudan sizlardan biror kishi jin kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan bormidi deb so'rasam, u yo'q, hech kishi u joyda yo'q edi. Lekin biz bir kechisi Rasululloh bilan birga edik. Yo'qsiz Rasulullohni yo'qitib qo'ydik. Ondan biz Rasulullohni tog' yo'llardan, vodiy jangallardan izladik. Biz ichimizda Rasululloh tuyuqsiz biroz suiqasdga uchrab qolarmi deb qattiq g'am qilib, shu kecha nihoyat yomon holatimizda yotdik. Biz taom qilganda tuyuqsiz Rasululloh Hira tarafdan kelmoqda. Biz ey Allohning elchisi, biz sizlarni yo'qotib qo'yib, izlab topolmay qattiq g'am qilib, bu kecha nihoyat yomon holatimizda yotdik desak, Rasululloh menga jinlarning da'vatchilari kelibdi ekan. Men ular bilan birga berib, ularga Qur'onni o'qib berdim deb bizni boshlab berib, ularning izlarini va o'tlarining asarlarini ko'rsatib qo'ydi. Ular Rasulullohni uzuq so'raganda Rasululloh ey jinlar, sizlarga Allohning ismi aslinib bismillah deb bo'g'izlangan hayvonlarning so'ngaklari yeyilishdan burungi go'shidan semiz, go'shi to'liq holatda qo'linglarga tushidi. Sizlarga so'ngak berildi. Har bir so'ngak moyiqi, kali tezligi sizlarning hayvonlaringlar g'alab bo'ladi. Ey sahobilarim, sizlar so'ngak, moyoq, tezak bilan istinjo qilmanglar. Haqiqatan bular jindan bo'lgan qarindishinglarning tanqidir dedi. 962 hadis. İbn Mas'ud radhiyallohu anhu mundaq deydi. Men jin kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga emas edim. Shu kechisi Rasululloh bilan birga bo'lishimni bek orzu qilardim. 963 hadis. Ma'ni ibn Abdurrahman rahimahulloh mundaq deydi. Men dadamning mundaq deganligini angladim. Men Masruhdan yillar Qur'on ting'ishgan shu kechisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bu xabarni kim bildirgandir deb so'rasam, u menga dadam Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu hadis so'zlab berib, u kechisi yillarni daraxtlar xabar qilib bildirgan dedi. Buxoriy Muslim. 204-bab peshin bilan asr namozidagi qiroat to'g'risida. Abu 964-965 hadis. Abu Qatada radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga namoz o'qib berib, peshinning avvalgi 2 rakatida sura Fatiha bilan 2 surani o'qiydi. Oxirgi 2 rakatida faqat sura Fatihani o'qiydi. Ba'zi chog'larda bizga oyatni ta'lim berish uchun anglatdi. Qiroatni birinchi rakatda uzunroq, ikkinchi rakatda qisqaroq qiladi. Asr va bandatda shunday qiladi. Buxoriy Muslim. 966-hadis. Abu Said radhiyallohu anhu mundaq deydi. Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning peshin bilan asrdagi qiyomda turishini mo'ljallab ko'rgan edik. Peshinning avvalgi 2 rakatdagi qiyomda turishini sura Alif Lam Mim Sayda, yana bir xotirda 30 oyat mo'ljallik mo'ljalladik. Oxirgi 2 rakatdagi qiyomda turishini shuning yarimchilik, ya'ni 15 oyat miqdorchilik mo'ljalladik. Asrning avvalgi 2 rakatdagi qiyomda turishini peshinning oxirgi 2 rakatdagi qiyomda turganining miqdorchilik mo'ljalladik. Asrning oxirgi 2 rakatdagi qiyom turishini bo'lsa shuning yarimchilik, ya'ni 7 oyat miqdorida, ya'ni sura Fatiha miqdorida mo'ljalladik. 967-hadis. Abu Said radhiyallohu anhu mundaq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshinning avvalgi 2 rakatining har birida 30 oyat miqdorchilik qiroat qiladi. Oxirgi 2 rakatida shuning yarimchilik, ya'ni 15 oyat miqdorchilik qiladi. Asrning avvalgi 2 rakatida 15 oyat miqdorchilik, asrning oxirgi 2 rakatida shuning yarimchilik, ya'ni 7 oyat miqdorida, ya'ni sura Fatiha miqdorida qiroat qiladi. 968, 69, 970, 71 hadislar. Jabir radhiyallohu anhu mundaq deydi. Kufa ahli Umar radhiyallohu anhuning qishiga Saidning namozi to'g'risida shikoyat qilib keldi. Umar radhiyallohu anhu uningga kishi avatib, ular sen to'g'risida hamma narsadan hatto namozning to'g'risida shikoyat qildi dedi. Said radhiyallohu anhu menga namoz o'qishni arabiylar o'rgatamdikan, men ularga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozini o'qib berdim. Men uningdan kam ziyod qilib qo'ymadim. Avval 2 rakatda uzunroq qiroat qildim, oxirgi 2 rakatda qisqaroq qildim dedi. Umar radhiyallohu anhu ey Abu Ishaq, undaq bo'lsa bu san qilgan gumon ekan dedi. 972-973-hadis. Abu Said radhiyallohu anhu mundaq deydi. Peshin namoziga takbir aytilib, ondan birarsimiz Baqi degan yiroq joyga berib, hojini ado qilib, uyga kelib, tahorat ilib, ondan masjidga kelsa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozini bo'libmi avval 2 rakatni uzun o'qiganlikdan yana birinchi rakatda turadi.
205. bab. Bomdod namazidagi qiroat to'g'risida. 974 hadis. Abdullah ibn Saib radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Makkada, ya'ni Makkani fath qilganda, bizga bomdod namozini o'qib berib, sura Mu'minni boshlab, Musa va Harunning bayoniga yoki Isoning bayoniga kelganda, yo'tal tutib ketib ruku qilgan dedi. 975 hadis. Amr ibn Urays radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida "Val-layli iza as'as" ni qiroat qilgan edi. 976, 977, 978 hadis. Qutba radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga namoz o'qib berib, bomdod namozida Qaf, val Qur'anil Majid, van Nakhla, bis basiqatin laha, fal'un nazid ni qiroat qilgan dedi. Dokuz yüz yetmiş dokuzuncu, 980 hadis. Cabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida Qaf vel Qur'anil Majidni ve onu o'qishni o'qiydi. Shundaqdimi namoz yengil edi, lekin avlarning namozdek bekli yengil o'qimaydi, balki kamil o'qiydi. 981, 982 hadis. Cabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam peshin namozida sura vel laylni, yana bir xotirda sura a'loni o'qiydi. Asr namozida shuni o'qishni o'qiydi. Bomdodda undan uzunroq surani o'qiydi. 983, 984 hadis. Abu Barzat radhiyallohu anhu mundoq deydi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bomdod namozida 60 oyatdan 100 oyatgacha qiroat qiladi. 985, 986 hadis. Ömer Fazli radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sham namozida sura vel mursalati urfani qiroat qilgan edim. Buxoriy. 987, 988 hadis. Jubayr radhiyallohu anhu mundoq deydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sham namozida sura turni qiroat qilgan edim. Buxoriy va Muslim. 206 bab. Xuftan namozidagi qiroat to'g'risida. 989, 990, 991 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu mundoq deydi. Ben Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning xuftan namozida "Vat-tin va zaytun" ni qiroat qilgan edim. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan ovozi mungluq, chiroyli, go'zalroq bir kishining ovozini anglab boqmadim. Buxoriy, Muslim. 992, 993 hadis. Cabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Muaz radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga namoz o'qiydi. Ondan kelib qavmiga imom bo'ladi. U bir kishisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xuftan namozni o'qib, ondan qavmiga kelib imom bo'lib, sura Baqarani boshladi. Ondan bir kishi safdan ayrilib olib, salom qo'yib o'tib, namozni o'zi yolg'iz o'qib qaytdi. Keyin ular uningga "Ey faloni, sen munofiq bo'ldingmi?" dedi. U kishi "Yo'q, Alloh bilan qasamki, albatta men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga qo'shib berib bu ahvolni xabar qilaman" dedi. Ondan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qo'shib kelib, "Ey Allohning elchisi, biz tugilarda suv to'shib, kunduzi ishlaydik. Muaz radhiyallohu anhu siz bilan xuftan namozni o'qib, ondan qavmiga kelib imom bo'lib, sura Baqarani boshladi" dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhu oldini qilib, "Ey Muaz, sen fitnaxo'rmi? Sen kishilarga sura Shamsi, sura Zuha, sura A'la, sura Vallaylar bilan namoz o'qib bergan. Chunki orqangda yashagan qarilar, ojiz, zaif kishilar, hojat egalari namoz o'qiydi" degan. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud to'plagan sahih. 994, 995 hadis. Cabir radhiyallohu anhu mundoq deydi. Muaz radhiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan xuftan namozni o'qib, ondan qavmining masjidiga kelib ularga imom bo'lib, shu namozni o'qib beradi. Bismillahirrohmanirrohim. Sahih Muslim 1-qism. 207 bab. İmamlarni namozni kamil o'qish bilan birga yengil o'qib berishga buyurish to'g'risida. 996, 997 hadis. Qays rahimahulloh mundoq deydi. Bana Abu Mas'ud radhiyallohu anhu mundoq xabar qildi. Bir kishi, "Ey Allohning elchisi, Alloh bilan qasamki, falonning bizga namozni berib o'zini o'qitishning jahdidan men atiyalik namozdan keyin qolaman" dedi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning shu kundagidek qattiq g'azab qilib turib, vazn-nasab qilganligini ko'rmagan edim. Ondan mundoq dedi. "Ey insonlar, sizlardan nafratlantiruvchi, kishilarni qochirib o'tkichi bor ekan.
Qaysınlar kishilarga imom bo'lib namoz o'qib bersa, namozni qisqa, yengil o'qib bersin. Chunki uning orqasida ojiz, kasal, qari hojat egasi bordir dedi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Ibn Majah. 998, 999, 1001 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: "Biringlar kishilarga imom bo'lib namoz o'qib bersa, yengil o'qib bersin. Chunki ularning ichida ojiz, kasal, hojat egasi, bek kichik, bek qari kishilar bordir. Yolg'iz o'qiganda xohlagancha uzun o'qib olsin." Malik, Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Davud, Nasai'lar to'plagan say. Sham namozida sura Shamsi, sura Layli, sura Turni o'qisimi yengil o'qigan bo'ladi. 1002, 1003 hadis. Osman ibn Abul As radhiyallohu anhu bundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga vasiyat qilgan narsaning eng oxiri bundoq deyishdi: kishilarga imom bo'lsang, ularga namozni qisqa, yengil o'qib bergin. Yana bir xotirda menga qavmimga imom bo'lgan dedi. Men ey Allohning elchisi, men qalbimda vasvasadan bir narsani his qilib topaman desam, menga yaqin kel deb meni oldiga o'tirg'izib, olqinni ko'ksimga qo'ydi. Ondan o'rilib orqani qil deb olqinni ikki taqim orasiga qo'ydi. Ondan qavmimga imom bo'lgan kim bilan qavmga imom bo'lsa namozni yengil o'qib bersin. Haqiqatan ularning orasida qari ojizlar, kasallar, zaif ojiz kishilar, hojat egilari bordir. Biringlar namozni o'zi yolg'iz o'qiganda o'zi xohlagancha uzun o'qib olsin dedi. 1004, 5, 6, 1007 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam namozni kamol o'qish bilan birga nihoyat qisqa, yengil o'qiydi. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozi eng yengilroq va kamolroq bir imomning orqasida namoz o'qib boqmadim. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozi yengil ham eng kamol to'liq edi. Haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kichik bolaning yig'i ovozini anglab, bolaning onasining namozdan xushuni uzib qo'yishidan g'am qilib namozni kamol o'qimaslikdan ansirab, qisqa sura o'qib, namozni qisqa, yengil o'qiydi. İmam Buxoriy, İmam Muslim. 1008 hadis. Anas Abu Qatada radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: haqiqatan men namozga kelib uzun o'qishni iraat qilaman. Ondan kichik bolaning yig'i ovozini anglab, u bolaning yig'isidan onasining qattiq g'am qilganini bilganligimdan namozni yengil qisqa o'qiyman. Buxoriy 668 hadis, Muslim 723 hadis, Tirmiziy 343 hadis, Nasai 1123 hadis. Abu Davud 754 hadis, İbn Majah 979 hadis, Ahmad da bu hadis 26 qatim keldi. O 2377 hadisler sahih. Bayhaqi Darimi 1232 hadis sahih. 208 bab. Namazın ta'dil erkanlarini ra'ruz qilish, namozni kamil o'qish bilan birga yengil o'qib berish. 1009, 1010, 1011 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu mundoq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning namozini billa ruku sajda qilib kuzatgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qiyomda turishi bilan tashahhudda o'tirishdan boshqa rukusi, rukudan turganda o'ri turishi, sajdasi, ikki sajda oraliqi, rukudan beshini ko'targan vaqti barobar o'xshash miqdorda edi. Buxoriy, Muslim. 1012, 1013 hadis. Anas radhiyallohu anhu mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam rukudan beshini ko'tarib, "Sami Allohu liman hamida" deganda, shundoq mazmun turadiki, biz ruku qilishni unutib qolgan o'xshaydi, ruku saqit qilgan o'xshaydi deb qolatdik. Ondan sajda qilib, ikki sajda oraliqida shundoq mazmun o'tiradiki, biz sajda qilishni unutib qolgan o'xshaydi, ikkinchi sajda saqit qilgan o'xshaydi deb qolatdik. 209 bab. Namozni imomga ergishib o'qish, sajda rukularni imomdan keyinroq qilish to'g'risida. 1014, 1015, 1016 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida namoz o'qiydik. Rasululloh rukudan beshini ko'tarib, "Sami Allohu liman hamida" degan chog'da, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda qilgan holda peshonasini yerga qo'yib bo'lmoqcha, bizning birimiz kuchsini egmaydi. Ondan keyin bizmi ergishib sajda qilatdik. Buxoriy, Muslim. 1017 hadis. Barra'i radhiyallohu anhu mundoq deydi: Biz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida turib namoz o'qiydik. Biz Rasulullohning kamil sajda qilib bo'lganini ko'rmaguncha bizdan hech kishi kuchsini egmaydi. 1018 hadis. Amr radhiyallohu anhu mundoq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning orqasida bomdod namozini o'qib, Rasulullohning "Fala uqsimu bil khunnas, al-jawaril kunnas" degan sura takbirni qiroat qilganini angladim. Rasululloh kamil sajda qilib bo'lmoqcha bizdan hech bir kishi kuchsini egmaydi. 210 hadis. Rukudan beshini ko'targanda nima deyish to'g'risida.
210 bab Rukudan beşini götürgende nemi deyiş doğrusida. 1019 1020 hadisler. Abdullah radhiyallahu anhu mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukudan üstüne beşini götürgende Sami Allahu limen hamide. Ey Rabbimiz Allah. Osmon zamin va uning aralığındaki narsalar liq to'lg'udek, uningdan barliq sizlar xohlagan barliq narsalar liq to'lg'udek demi hamdu sanolar sizlar xosdir deydi. 1021-1022 hadis. Abdullah radhiyallahu anhu mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ey Rabbimiz Allah, osmon zamin va uning aralığındaki narsalar liq to'lg'udek, uningdan boshqa sizlar xohlagan barliq narsalar liq to'lg'udek demi hamdu sanolar sizlar xosdir. Ey Allah, men bilan xatoligim arsini xuddi mashriq bilan mag'rib ortiq yiroq qilibsizlar. Ey Allah, mening xatoliklarimni suv bilan, qor bilan, mo'ldir bilan yuvib, xuddi oq kiyimni qop-qora kirni tozalagandek, meni qalbimni gunoh nasiyatdan xatoliklarimdan pok-pokiz qilibsizlar deydi. 1023-24-1025 hadislar. Abu Said ibn Abbas radhiyallahu anhuma mundaq deydi. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem rukudan beşini götürgende ey Rabbimiz Allah, osmon zamin va uning aralığındaki narsalar liq to'lg'udek, uningdan boshqa sizlar xohlagan barliq narsalar liq to'lg'udek demi hamdu sanolar sizlarga xosdir. Sizlar hamdu sano güzel mediya ulug'liqning ahli. Sizlar bandalar mediyat maqtagan narsaga eng loyiq, haqli. Hammamiz sizning bandalari. Sizlar bergandan to'siqchi yo'q, sizlar bermagandan bergichi yo'q. Sizning azoblardan boylarga uning boyligi manfaat qilinolmaydi deydi. 211 bab ruku secdada turib qiraat qilishdan cheklash. 1026-1027 hadis. İbn Abbas radhiyallahu anhudan kishilar Abu Bakrning orqasida namozga saf tortib turadi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam beshi tang'aliq holda pardani ko'tarib bundoq degan: "Ey insonlar, haqiqatan payg'ambarlik bishoratlaridan hech narsa qolmay faqatla oxirlashdi. Men faqat musulmon ko'radigan yoki uningga ko'rsatilgan yaxshi rost bishorat tushira qoldi. Ogoh bo'linglar, haqiqatan men Qur'onni ruku yoki sajda qilgan holda o'qishni cheklandim. Rukuga kelsak, uningda Parvardigorim ulug'la, Subhan Rabbiyal azim denglar. Ammo sajdaga kelsak, uningda Allohga tasbih aytib o'tib, duo qilishga tirishinglar. Sizlar uchun sajdaning duoning ijobat bo'lishi chuqurdir. Vojib muqim qilindi. Ondan 3 qatim ey Alloh, men to'liq yetkazdim-mo dedi. Ahmad, Muslim, Nasai, Abu Dawud, Ibn Majah. 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034 hadislar. Ali radhiyallahu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam meni ruku sajda qilgan holda turib Qur'on qiroat qilishimni to'sgan. Lekin Qur'ondagi duolar bundan mustasnodir. 212 bab ruku sajda turib nima deyish to'g'risida. 1035 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Bandaning o'z Rabbiga eng yaqin bo'lgan holati u Allohga sajda qilayotgan, sajda turgan holatidir. Bu chog'da duolarni ko'p qilinglar. Muslim, Abu Dawud, Nasai. 1036 hadis. Abu Hurayra radhiyallohu anhu bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajdasida: "Ey Alloh, men uchun mening barliq gunohlarimning cho'ng kichik avval oxiri, ilgir keyin oshkor yashirin hammani mag'firat qilsa" deydi. 1037 hadis. Aisha radhiyallohu anha bunday deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku sajdasida uni duoni bak ko'p qiladi deydi. Subhanaka Allohumma Rabbana va bihamdik Allohumma g'firli. Ey Rabbimiz Allah, sizlar hammadan pok. Biz sizlarga hamd aytish bilan birga sizlarni pok deb e'tiqod qilamiz. Ey Allah, men uchun barliq gunohlarimni mag'firat qilsizlar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni Qur'ondan tushunib, Qur'ondagi yana sura Nasrga buyruq amal qilib qiladi. İmam Buxoriy, Muslim. 1038 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam vafotidan burun Subhanaka va bihamdik astagfiruka va atubu ilayk degan duoni ko'p qiladi. Men ey Allohning elchisi, men sizlarning bu duoni ko'p qilganligini ko'rdim bu desam, Rasululloh munoq degan: Men uchun ummatim ichida bir alomat qilindi. Men shu alomatni ko'rsamdan bu duoni qilaman. Bu alomat sura Nasrdir. 1039 hadis. Aisha radhiyallohu anha munoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bizga sallallohu alayhi vasallamga sura Nasr nozil qilingandan boshlabla biror namoz o'qib qolsa Subhanakallohumma Rabbana va bihamdik Allohumma g'firli deb duo qiladi. 1040 hadis. Aisha radhiyallohu anhadan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Subhanallohi va bihamdihi
Estağfurullah ve etubu ileyh degan duoni bek ko'p qiladi. Men ey Allohning elchisi, men sizning bu duoni bek ko'p qilganligini ko'rdim-ku desam, Rasululloh mundoq degan: "Menga Rabbim shunday xushxabar qildiki, haqiqatan men Fatihanda ummatim ishida bir alomatni ko'rsam, subhanallohi va bihamdihi, estağfurullah ve etubu ileyh degan so'zni ko'p deyishim kerak. Ya'ni Alloh tasbih hamdu sana aytib, istig'for o'qib tövbe qilaman. Chunki bu ajalimning yaqinlashib qolganining alomatidir." Shak shubhasiz men bu alomatni ko'rdim. U bo'lsa munosiblik alomatdir. Allohning yordami va g'azabisi kelgan va Allohning diniga kishilarning to'p-to'p bo'lib kelganligini ko'rganingda Rabbingga tasbih aytqin, hamda aytqin va uningdan mag'firat tilagin. Alloh haqiqatan tavbani qabul qiluvchidir. 110 sura Nasr. Bu suradagi g'alaba Makkan ishg'ol qilishdir. Men uni ko'rdim. Kishilarmi islom diniga to'p-to'p bo'lib keldi. 1041-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Men bir kishisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni yo'qitib qo'yib, ayollarning ba'zisini qashib ketgan o'xshaydi deb gumon qilib izlagandan keyin qaytib kelsam, Rasululloh rukuga sajda qilganida subhanaka va bihamdika la ilaha illa ant degan turibdi. 1042-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Bir kechasi men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rpadan topolmay qo'lim bilan silab izladim. Uyuqsiz qo'lim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning putining oldiga tegdi. Ikki puti tiklangan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sajda turib mundoq duo qilyotdi: Ey Alloh, haqiqatan men roziliqlarga sig'inib, g'azablardan panoh tilayman. Afu qilib saqlashlar bilan azob uqubatlardan, sizlarning rahmat fazillari bilan azoblardan panoh tilayman. Sizlar o'zlarini madiyalab maqtagandek, men sizlarni madiya sana bilan maqtash qodir bo'lmayman. Ya'ni hamdu sana madiyalashlari Alloh o'zi o'rgatib qo'ydi. Muslim 4 kitob, ya'ni Tirmizi, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majahlar to'plagan. 1043-1044-hadis. Oysha radhiyallohu anha mundoq deydi: Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ruku sajdada mundoq deydi: Tubbuhun quddusun robbul malaikati var ruh. Alloh hamma ayib nuqsondan pokdir. U farishtalarning, ruhning, ya'ni Jibrilning parvardigori bo'lgan ruhning muqaddas zotdir. 213-bob. Sajdaning fazilati. 1045-hadis. Ma'dan ibn Talha rahimahulloh mundoq deydi: Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ozodgarda quli Savban radhiyallohu anhu uchrashib, agar men amal qila olsam, Alloh meni shu sababdan jannatga kirgizgan bir amal maqori qilib deb bergan desam, u jim turdi. Ondan yana so'rasam, yana sukut turdi. 3-qadam so'rasam, u menga: "Men shundoq amal to'g'risida Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni so'ragan edim." Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Bir Allohga sajdani ko'p qilishni lozim tutqin. Haqiqatan sen Alloh taolo uchun bir sajda qilsang, Alloh seni shu sajdaning baravariga bir darajada yuqori ko'tarib, sendan bir xatolikni o'chirib tashlaydi. Ma'dan ibn Talha rahimahulloh mundoq deydi: Ondan men Abu Darda radhiyallohu anhu uchrashib, uningdan shundoq so'rasam, u menga Savban radhiyallohu anhu degandek dedi. Ahmad, Muslim, Tirmizi, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1046-hadis. Rabiya ibn Ka'b radhiyallohu anhu mundoq deydi: Men bir kishisi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yotgan edim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tahorat suyini va boshqa hojatlardan ehtiyojli narsalarni kelib berdim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam menga so'ragan dedi. Men jannatda sizlar bilan birga amroh bo'lib turishni so'rayman dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam uningdan boshqasini so'ramamsan yoki boshqasini so'ragan dedi. Men faqat shuni so'rayman dedim. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam undoq bo'lsa menga o'z nafsingga qarshi, nafsingni isloh qilish, yuqori martabaga o'rlash uchun sajdani ko'p qilish bilan namozni ko'p o'qish bilan yordam bergan dedi. 214-bob. Sajda qiladigan a'zolar va kiyimni pomlab tura olmaslik, sochni pomlab yig'ib olmaslik to'g'risida. 1047, 48, 49, 50, 1051-hadislar. Ibn Abbas radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Men 7 a'zoda sajda qilishga buyurildim. 1. Peshona, burunni tekisini. 2. 3. 2 qo'l. 4. 5. 2 fut. 6. 7. 2 qadam atroflari. Shundaqla kiyimimizni pulab tura olmaslikqa, sochni pomlab yig'ib olmaslikqa buyurildik. Bayhaqi, Buxoriy, Muslim, Abu Dawud, Nasai, Ibn Majah to'plagan. 1052-hadis. Abbas Said radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundoq degan: Banda sajda qilsa, uning bilan birga 7 a'zoyi sajda qiladi. Peshonasi, 2 alqon, 2 tiz, 2 qadam. Ahmad, Muslim 4 kitob, Nasai, Tirmizi, Abu Dawud, Ibn Majah, Abd ibn Humaydlar to'plagan sahih. 1053-hadis. Ibn Abbas radhiyallohu anhu Ibn Arisning chechini orqasiga chigib, pompa etib namoz o'qiyotganini ko'rib, uning chechini yeyishdi. Ondan u namozdan qaytgan kelib, "Sening chechin bilan nima ishing?" degan. Ibn Abbas radhiyallohu anhu: "Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning mundoq deganligini anglagan edim. Haqiqatan chechini tugib, pompa etib namoz o'qigan kishining o'xshashi, ikki qo'li orqasidan bog'lanib qolgan namoz o'qigan kishiga o'xshaydi." Muslim 761-hadis. Tabrani, Nasai 1001
2. hadis, Abu Davud 552. hadis, Ahmad 2752. hadis, Darimi 1346. hadis. Sahih. Muslimning shariatida chashni yig'ib olmaslik, tugib olmaslik, chunki chashma sajda qiladi deyilgan. Olimlar birdek mundoq ittifoqqa kelgan. Namozda kiyimini turib olish, yengini pochqon turib olish, chechin tugib olish qatorliqlar makruh bo'lib, agar shu holat namoz o'qib qolsa, namozi durust bo'laverdi, lekin cheklangan ishni qilib yomon qildi degan. 215-bob. Sajdani ikki olqinni yerga qo'yib, ikki jaynikini yendan ko'tarib ra'ruz qilish, sajda qilganda qo'rsqini yo'tishdan ko'tarib turish to'g'risida. 1054-1055 hadis. Anas radhiyallohu anhu dan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Sajdada tuz mazmut turinglar. Biringlar ikki bilkini ikki chaplab yeb turgandek yerga chaplab sajda qilmasin. Ya'ni jaynak ko'tarilib turadi. Ahmad, Bayhaqi, Buxoriy, Muslim to'rtkitab to'plagan. Jabir radhiyallohu anhudan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bunday degan: Biringlar sajda qilganda rus mu'tadil tuz tursin. It pochqini chaplagandek ikki bilkini yerga chaplamasin. Ahmad, Tirmizi, Ibn Majah, Ibn Xuzayma, Ziyaul Maqdisi to'plagan sahih.